Xo'p, balag'ovni boshlaymiz. Bo'lmasa ham qani tashidik. Hop. Iltimos, meni qo'yib yubor. Nima gapiryapti, yo'qmi-yo'q? Men oltin baliqman. Senga yordam beraman. Xohlagan bitta tilagingni ham bajaraman. O'ziga sen meni qo'yib yuborasan. To'xta, men bunaqa narsalarga ishonmayman. Orqamda poligonli kimdir turibdi. Orqamda bu baliqlar va daraxtlardan boshqa hech kim yo'q. Hop. Bo'pti. Senga ishondim ham deylik. Yo'q, senga ishonib ham bo'lmaydi, do'st asli. Obunachilarga ishonaman men, obunachilarimga. Ular albatta obuna bo'lishadi va videoga like bosishadi. Obunachilar emas, tomoshabinlar. Hammasiga ishonaman. Ular bosishadi, albatta. Bosib qo'yinglar bolalar, jigarlar. Hop. Bo'pti, senga ishondim ham deylik. Birinchi o'zi bitta tilagim bor. Hop. Birinchi tilagim unda uyim sandig'ida Короче, ko'p almazlar bo'lsin, almaz bloklar kelishdiga. Xo'p, kelishdik. Bo'ldi, meni qo'yib yubor, uyingda seni kutib turibdilar. Agar qo'rmagan bo'lsang, ishon, men bu qurib turib seni topaman, ishon meni. Uyga qo'yib yubordim. Obunachilar ko'rdinglarmi, eshitdinglarmi? Xullas, uyimda qanaqadir sandiq tiladik, endi tiladik. Endi xo'p. Tilagimizni amalga oshirishga u baliqchi, skinga e'tibor bermaysizlar. Qanaqadir modlar bilan muammo bo'ldi. Baliqchalarni olamiz. 6 ta baliq tutdim. Hop, uyga borib olamiz unda. Oyog'im juda ham qattiq og'riyapti. Hop, uyimizga boramiz. Qani aldamagan bo'lsa, shu qilib borib. Hop, bu 13-qishloq, bilasizlar, ko'pchilik taniydi 13-qishloq, meni qishlog'im. Mana deb tanimaysizlar, to'g'ri bu. Mana ko'p kishi tanimaydi. Hop, meni ismim Furon. Voy, yo'q. Nima bir sandiq? Hop, bolalar bilan salomlashaman men ham. Ey obunachilar, sizlar bilan hammadan nimaga nosha Furon. Bugungi videomizda ko'rib turibsizlar, qanaqadir turli voqealar bo'lyapti. Bilmadim nimaga buni voqealar bo'lyapti. Hop, balig'i sopqizlash ham buni olib olamiz. Endi mazza qilamiz bunga. Addoshi hammasini bitta joyga to'plab olaylik. Yo'qmi-yo'q. Shuncha diamond, izmirod, shuncha izmirod, tasavvur qilyapsizlar bular bilan nima qilishib bo'ladi. To'xtanglar, buni qo'yib olaylik. Hozircha bunday qilib turaylik. Yo'qmi-yo'q, o'zida shunchalik ketdi bolalar. Hop, endi baliqchalarni solib qo'yamiz. Hop. Endi biz yo'qmi-yo'q. Endi shuncha almazim bor. Endi uyimga o'g'irlik javob 200 talik. Endi uyimizni yangilashimiz kerak, himoyalashimiz kerak, to'g'risi. Kuchli bo'lganda. Hop, biz ustoz akasi qilamiz. Telefonga SMS yozaylik. Hop. Mana ustoz akasi qildi. Endi kelishimiz kutamiz, bizga xabar keladi. Ana xabar ham keldi. Eshigingiz tagiga ustiga yetib keldi. Marhamat, chiqib o'tirishingiz mumkin. Qani. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz uka? Xullas, ustoz akasi qilgan ekansiz. Ustoz akasi. Xullas, menda pullar ko'p, juda ham ko'p. Uyimga poligonli mana skirt o'g'irlikka tushadi. Endi poligonga ko'ra olmaydi meni. Xo'p. Boray, nariroq boray. Ashe, soqol uyimdan shuncha katta pulim bor. Xullas, eng mustahkam bloklardan bo'lish kerak. Mana shu Minecraftning eng mustahkam, umuman yorib bo'lmaydigan kerak bo'lsa, bor. Shu bloklardan xullas cho'tkilarga qo'yaram aka. Xo'p, boradi, cho'tkaga ko'tarsa bo'ldi unda. Xo'p, unda oldindan to'lov qilib beraman aka mana. Ularni olib qolasiz. Mana. Voy.
aka tez-tez ovoling, mana shuncha narsa turibdi. Men hozir uydan chiqib ketaman, ishni boshlashingiz mumkin. Uyimdan narsalarni keltirib olib ketaman. Xo'p, bularni olib chiqib ketmasam bo'lmaydi, chunki ustaga ham ishonib bo'lmaydi. Zo'r qofiyagani. Bularni olib chiqib ketmasam bo'lmaydi, chunki ustaga ham ishonib bo'lmaydi. Usta olamiz. Endi biz anu daraxt chopgani boramiz. Daraxt chopamiz. Nima bor deysiz? Endi daraxt chopamiz. Qarabchi, usta aka, xullas, ikkilab qo'ying. Umuman hech narsa sota olmasin, bo'tta hatto pashayan. Bo'ldi aka, keyin o'zingiz haydalib olsangiz bo'ldi. Menga farqi yo'q, qilaveraman. Puli ham yetadi, albatta yetadi. Hozir uyingizni bitirib qo'yaman, keyin siz ishlaringizni xo'p, anu unchalik chang bo'lib ketmasin, xo'p bo'ladi aka. Birinchi bo'lib biz mana bu qo'yvachchani o'ltirib olamiz. Xo'p, qo'yku mayli. Endi biz o'rmonni ichirasiga ketaylik, vallahi bu tarafda mer bilib qolsa yana vanillaydi-da, vallahi to'g'risi. Daraxtni chopsan deb. Do'tlar juda ham qorong'u ekan. Xo'p. Atigi 18 ta kechgacha ishlab. Yo'qmi-yo'q? Nima? Bedrock? Yo'q. Tez-tez bormasa bo'lmaydi. Vashsho oyog'im ham qiziqmas. Bedrock bajardim. Pupusti. Aka, nima qilganingiz bu? Bedrock chiqibsiz-ku. Aka, o'zi aytding-ku, anuda eng mustahkam blok bu bedrock. Demak, men bedrockda qilishim kerak edi. Endi-ku, lavzida turmaysanmi? Pulni men qaytarib berolmayman. Pul emas, aka, mana ularni buzish kerak. Boshqa blok qilish kerak. Tushunasizmi? Mana uni ham ochib olmasligi bu 200% u. Xullas, aka, nimadir qilib bularni olib bermasangiz bo'lmaydi. Aka, bularni umuman olish iloji yo'q. Bitta iloji bor. Uyingga bedrock dinamit borsanmi? Bedrock dinamit juda ham qimmat. Bu qishloqda sotsa ham xullas bedrock dinamit bermaydi. Nima? Qishloqda sotsa ham aka boshingizga chiqib ketdimi? Xullas aka. Unchalik aka, nima qilganingiz bu? Endi men uyimga qanday kiraman? Bo'pti aka, sizni bir yo'qotolmasam bo'lmaydi. Ular yo'qoling aka. Akani jo'nataverdim emas. Ketadi ham yo'q, boru. Qanday qilib kirsa bo'ladi? Yerdan kiradi. Nima? Bos. Bo'pti, bor. Yo'q, bo'lmasa bilmam. O'tgan qolg'isi bedrock kutib, ustali. O'zimizga ketamiz, tozalar ketamiz. Ikkita blok yotib qoldi, bularni nima qilsam bilmay o'ynab qo'ygan. Bedrock emas ekan. Bedrock emas ekan. O'rtamda ishlar bo'ladi ya. Imkon. Xo'p. Begina formasini chiramadi. Bedrock bilan silganman, nima? Qani aytdim-ku bedrock emas. Va uni stoldan chiqdim. Kirki yo'q, to'g'ri shu yerdan chiqib olishim kerakmi? Yo'q, buni bekor qo'ydim. Mayli. Unday qilamiz. Unda. Xo'p. Notebook'im. Uyimga kirdim, mana nihoyat xursandman bundan juda ham. Endi buni qo'yamiz. Notebook kirib, PowerPoint hazırlashdim. Xo'p, mana lanet ishi. Har doim shunday qilaman. Endi eshik nimadir uzoqish kerak. Qani to'xtaydi. Uzoq bo'ladi, urinib ko'rdim. Nima? Yo'q. Buni ochsa bo'lar ekan, shuncha uzun qiynab yuribman. La'natga, shunchalik ham to'ldirib bo'ladi, onam degani.
Endi bolalar endi men plasmadir qilib turib, bedrockli dinamit olib, anani portlashim kerak, portlatib qarashim kerak. Onasini inson bu judayam qulaydi. Mana judayam qiyin. Qani qo'shni bilan batqansoq chiqay, qo'shni. Uy ko'rdingmi? Yo'q ekan uyda. Mayli, kelmayli uyga. Qo'shniga raqam qilib. Hozir qo'shni xabar. Короче, bola hammaga xayr, ma'lumot tanimagan uchun bo'ldim. Kanalimga obuna bo'lib, like bosish va podpiska bo'lish. Esdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha